Mani ilmiy tadqiqot ishim asosan mana shu bugungi kundagi global muammolardan biri bo'lgan energiya tejamkorlik, energiya samaradorlikka bag'ishlangan ishlardan biri bo'lib, ya'ni aynan kichik tomorqali xo'jaliklar uchun quyosh energiyasidan foydalanish asosidagi energiya tejamkor ixcham issiqxonani ishlab chiqish. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, har xil konstruksiyadagi issiqxonalar mavjud bugungi kunda O'zbekistonda va yurtimiz bo'ylab o'sha yer maydonlarida qurilgan. Bulardan ko'rishimiz mumkin, yarim aylana shaklidagi uchburchak yoki yarim oysimon shakldagi issiqxonalarni ko'rishimiz mumkin. Lekin ulardagi mavjud muammolarga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda eng katta muammolardan biri bu o'sha 1 metr kvadrat issiqxona maydonini isitish uchun 500 dan 2700 megajoulegacha demak, energiyaning zarurati va zamonaviy issiqxonalarning bugungi kundagi tan narxining qimmatliligi, ya'ni 1 metr kvadrat 50-60 AQSh dollarini tashkil qilishi va bu esa o'z navbatida mana shu oddiy aholining imkoniyati yetmasligidan dalolat berishi, shuningdek issiqxonalarni isitish tizimida hanuzgacha an'anaviy yoqilg'i resurslaridan keng foydalanish bu bugungi kundagi o'sha muammolardan sanaladi. Undan tashqari issiqxonalarni o'sha ekspluatatsiya jarayonida soyuqka emissiya, ya'ni zaharli gazlarning atrof muhitga ajralib chiqishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu muammolarni yechish borasida demak bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va aynan men ham mana shu mavzu bo'yicha ish olib bordim. Shuningdek, undan tashqari olib qaraydigan bo'lsak, mana yurtimizda yurtimiz bo'ylab bugungi kunda atmosferaning ifloslanishi bilan bog'liq holatlar juda bir yomon holatga kelib qoldi. Mana shularni hisobga oladigan bo'lsak, aynan mana shu an'anaviy yoqilg'ilarni yoqish evaziga atrof muhitda ifloslanishi va global isish kabi holatlarning yuzaga kelishi bilan bog'liq holatlar paydo bo'lyapti. Endi umuman tadqiqotni maqsadiga olib qaraydigan bo'lsak, asosiy an'anaviy issiqxonalar bugungi kunda yer usti, ya'ni yer sathida qilingan issiqxonalar va mavjud polietilen plyonkadan iborat, ya'ni qoplama bilan qoplangan issiqxonalar mavjud. Bunda eng asosiy muammolardan biri issiqxona ichidagi issiqlikning yo'qotilishi, ya'ni ko'p energiya sarflashi, shuningdek yoqilg'iga bo'lgan ehtiyojning oshishiga olib keladi. Bu esa yoqilg'ini qancha ko'p yoqishsak, shuncha demak atrof muhitga ham zararli gazlarning chiqishiga sababchi bo'ladi. Biz tadqiqotni shundan boshladikki, demak, kichik tomorqali xo'jaliklar uchun yer sathidan chuqurlikda, ya'ni transhiya turidagi quyosh issiqxonalarini ishlab chiqish va shuning evaziga energiya tejamkorlikka erishish kabi masalalarni ko'rib chiqdik va bir vaqtning o'zida e, demak har xil transhiya chuqurliklarida issiqxonalarni qurish imkoniyatlarini ko'rib chiqib, demak tahliliy natijalarni olib bordik. Bu yerda endi grafiklarda ko'rishimiz mumkinki, aynan har bitta O'zbekistonni 12 ta viloyatida hudud iqlim parametrlaridan kelib chiqib, qaysi hududda necha metr chuqurlikdagi quyosh issiqxonalarini qurish va bugungi kundagi zamonaviy konstruktiv issiqlik izolyatsiya materiallarini qo'llash kerakligi to'g'risida demak tadqiqot ishlari olib borilgan va optimal variantlari tanlab olingan. Shuningdek, aynan mana shu issiqxonada yetishtiriladigan limon ko'chatlariga biz ko'proq urg'u berganmiz, ya'ni limon ko'chatlarini o'sha yosh niholligidan o'sishidan tortib to hosilga kirish jarayonigacha bo'lgan holatlarni ham ko'rib o'tganmiz. Bunda o'sha aynan issiqxonani yoritilish sistemasiga ham alohida e'tibor berilgan. Ya'ni har xil o'sha quyoshdan bilamiz, spektr ranglari ajralib chiqadi. Aynan tungi vaqtda ham mana shu o'simliklarni o'stirish uchun har xil spektr ranglardan foydalanganimizda asosan sariq rang bilan yoritilgan spektr ranglardagi demak ko'chatlarning intensiv o'sishi va stimullanishi yuzaga keldi. Bu esa o'sha tuni bilan daraxtning o'sishi va tezroq hosilga kirishi bilan izohlanadi. Shuningdek, tadqiqot obyekti sifatida ikkita issiqxona tanlab olindi va aynan ikkalasi ham 100 metr kvadrat maydonga ega transhiya turidagi demak quyosh issiqxonasi hisoblanadi. Bunda asosan 2 nishabli 1 va 2 qavatli polietilen plyonkadan iborat an'anaviy qoplamali demak issiqxona namunasi keltirilgan va bunda ham eksperiment tadqiqot ishlari olib borilgan. Tadqiqot natijalariga qaraydigan bo'lsak, aynan plyonkali an'anaviy issiqxonalarda demak, o'sha kunning sovuq paytlarida demak issiqlik energiyasining yo'qolishi va issiqxonani isitish uchun yuklamaning oshib ketish holatlari kuzatilgan. Biz bunga demak yechim sifatida zamonaviy konstruktiv issiqlik izolyatsiya materiallaridan iborat aynan biz Toshkent shahrida tadqiqotlar olib borganimizda Toshkent shahri hududi uchun demak 1-2 metr chuqurlikdagi transhiya turidagi quyosh issiqxonasi ishlab chiqildi va tadqiqot tajribasi tariqasida tadqiq etildi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, aynan ustki qoplama qismi, ya'ni shaffof demak polikarbonat, 2 qavatli polikarbonatdan iborat va yon devorlari esa issiqlik izolyatsion material, ya'ni gazoblok betonlaridan foydalanish evaziga demak barpo etildi va bu yerda ham eksperiment natijalari olindi. Shuningdek, aynan mana shu ishlab chiqilgan demak gelios issiqxona uchun patent guvohnomasi ham olindi. Endi bu savol bo'lishi mumkin, misol kunning sovuq paytlarida buni qanaqa isitiladi?
Bu asosan atrof muhit harorati -10 gradusdan past bo'lgan holatlardagina aynan yoqilg'i yoki qanaqadir isitish tizimiga ehtiyoj tug'iladi. Lekin biz ishlab chiqqan o'sha ishlanmamizda aynan -10 gradus bo'lgan holatgacha hech qanaqa yoqilg'i yoqilmaydi. Bu esa o'z navbatida energiya tejamkorlik va atrof muhitga chiqayotgan zaharli gazlarni oldini olishga xizmat qiladi. Va aynan mana shu yurtimiz bo'ylab 2023-2024-yillarda anomal sovuq holatlari kuzatilganda, atrof muhit harorati -15-20 gradus bo'lganda biz qo'shimcha ma'lum bir muddat, bir hafta ko'pi bilan 10 kun davomida demak qo'shimcha isitish tarmog'idan foydalandik. Bunda gibrid tizim ishlab chiqildi va dublyor isitish tizimi bu esa ma'lum bir muddat qo'llanildi. Shuningdek, undan tashqari o'sha issiqxonada yetishtirilgan limon hosillarini tijoratlashtirish va ularni o'sha sotish maqsad qilinganligi inobatga olib, demak, hammaga ma'lumki, limon ko'chatlari asosan o'sha noyabr-dekabr oylarida hosil pishib yetiladi va aynan pishgan paytda bu arzon narxni tashkil qiladi. Lekin biz shunaqa tadqiqot ishimiz davomida, ya'ni sifatli limon hosilini sifatli saqlash usulini ham ishlab chiqdik va 6-7 oy davomida saqlab sotadigan bo'lsak, bu o'z foydasini ham beradi. Bu yerda o'sha grafiklarda keltirilgan natijalar. Endi umuman o'sha yangi taklif etilayotgan Gelios issiqxonani, demak, texnik, iqtisodiy, energetik ekologiya ko'rsatkichlariga qaraydigan bo'lsak, an'anaviy issiqxona bilan agar taqqoslaydigan bo'lsak, issiqlik yuklamasi demak 75 ming kilovat soatni, ya'ni isitish mavsumiga bu to'g'ri keladi. Tabiiy gaz sarfi esa 8160 metr kub gazni tashkil qiladi va biz taklif etayotganda, demak, bor yo'g'i ma'lum bir muddat isitish mavsumiga to'g'ri kelganligi uchun, demak, 1103 kilovat soat isitish mavsumida demak energiya sarflashimiz, shuningdek bor yo'g'i 120 metr kub gazni sarflashimiz mumkin bo'ladi. Endi umumiy tejalgan yoqilg'ilarga qaraydigan bo'lsak, 8000 metr kub gaz, metr kubdan ortiq gazni tejashimiz mumkin va atrof muhitga chiqayotgan soyuqlik emissiyasini yiliga 0,23 tonnagacha tejashimiz mumkin bo'ladi. Gelios issiqxonadan kutilayotgan natijalarga qaraydigan bo'lsak, demak, o'sha aynan 100 metr kvadrat maydonga issiqxonani isitish uchun biz yuqorida ham aytib o'tdik, demak, 50 ming megajouledan yoki 13880 kilovat soat energiyadan demak 270 ming megajoulgacha demak issiqlik yuklamasi zarur bo'ladi. Aynan biz taklif etayotgan qurilmada 10 barobargacha o'sha issiqlik yuklamasini kamaytirish va atrof muhitga chiqayotgan zararli gazlarni demak qariyb 5-6 barobargacha oldini olishga erishiladi. 100 metr kvadrat maydondagi quyosh issiqxonasini qurish va ekspluatatsiya qilish ishlariga o'rtacha 2,5-3 ming dollar, AQSh dollari atrofida xarajat sarf bo'lishi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'sha ma'lum bir muddat ichida o'sha ekin yoki mahsulotlarni yetishtirishda 3 yilda o'zini o'zi oqlash, qoplash sharoitlari ham ko'rib chiqilgan va ilmiy asoslangan.